Assalomu alaykum. Bugun qizim bilan sosiskali salat qilishni o'rgatamiz. 15 ta 20 ta sosiskani olib to'g'rab olamiz. Bir china suv kerak bo'ladi. Ziravorlar, sariq va yashil bolgar, piyoz va tomat pastasi kerak bo'ladi. Birinchi ishimizni tavaga bir cho'mich yog' qo'yib, piyozni qovurib olishdan boshlaymiz. Mana qizim sosiskalarni to'g'rab bo'ldi. Mana meni qizim ham. Men hozir ovqat qilishni bilaman. Mana misrlarni qildim. Ko'rdilaringmi? Endi men ovqatlardan qilaman. Mana biroz piyozni qovurib olgandan so'ng bolgarskda qovurib olamiz. Sarimsoq to'g'rab qo'shsangiz bo'ladi. Meni bu aralashmamda sarimsog'i ko'p. Uni yuzidan sarimsoq qo'llamadim. Bu aralashmamizda qovurib olamiz. So'ngra tomat pastamizni qo'shib olamiz. Qovurilgandan so'ng suvimizni quyib olamiz. Biroz qaynagandan so'ng sosiskalarni solib olamiz. Juda ham sodda, tayyorlanishi juda oson. Har kimga ma'qul keladigan salat. Yoshi katta birdek maza qilib yeydi buni. Mana shu tariqa 15 daqiqa qaynaydi sosiska bilan. So'ngra tayyor. Qopqog'ini yopib qo'yamiz. Mana 15 daqiqa o'tdi. Mana ochamiz. Mana juda ham go'zal sosiskali salat bo'ldi. Har kim uyda tayyorlasa bo'ladi. Juda ham oson va mazali.